Savolni eshitamiz bolalar. Nechta qalam bor bu yerda? 10 ta qalamdan sizlar 10 ta qalamdan 5 ta x ni hosil qilish kerak. Faqat bitta qalam ikkita qalamni sakrab o'tish kerak mana. Birinchisini oldimmi? Bitta ikkita mana. Ikkitani sakrab uchinchisiga o'tish kerak. Ha, shoshmay tur. Mana bu ikkitaga yuradi. Keyingisi mana yana ikkita sakraydi. Tushunyapsanmi? Keyingisi sakralmaydimi? 4 ta bo'lib qoldimi endi? Tushundingmi? Shunday kallangni ishlatishing kerak-da. Qalamlarni shunday joylashtirishing kerak. 5 ta x hosil bo'lishi kerak. Topgan o'quvchiga mana sizlarga 2 minut vaqt, 100 ming mukofoti bor. 1 Buni olamizdan bunday. 2 ta. Shunga qo'yamiz. Aha. Ye. 3 ta. 3 ta. Keyin birga 4 ta. Buni yoqqa qanday o'tkazasan? Tushunaysanmi? Qani? bitta. Ikkita sakrasin. 1 2 xo'sh. 3 Bo'lmaydi mana. o qolib ketdi o'zi. 4 yana chetda qolib ketdi-ku. Mana ustoz. Ikkita qo'yamiz. 1 qo'yib o'tish kerak. Sizlarda nima bo'ldi? Qani? Yana qalamdon bor, qalam bor yana. To'rtta bo'lib qolyaptimi? Xo'sh. Mana topsalaring o'sha mana 100 ming mukofoti bor mana. Sizlar topsalang sizlarga, mana sizlar topsalang sizlarga. Nazarbek, Bitta bitopdi.